Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana qiziqarli musobaqalar o'ynash boshlaymiz. Demak, mana bu yerda baliqni yasaymiz. Lan o'yin boshlandi. Baliqning ishchisiga nima deydi? Fish. Baliqlar qayerda yashaydi? Suv. Baliq yeyish yaxshimi, yomonmi? Yaxshi. Yaxshi. Nega bo'lmasa sizlar baliq yeymizlar yaxshi? Chunki Olib kelsak ham yaxshi deysizlar. yana o'zi minus tarafi ham bor. Qanaqa minus tarafi bor? Bu davlini ko'taradi baliq. Sen davlining qayerda bor? Davlinaga yaxshi-ku. Davlini ko'taradi. Kattalarni qiylab tashlaydi. Qiltig'i borligi uchun yeyolmaysizlar sizlar. Endi og'zimizga ketib qolsa nima qilamiz? Bo'ldi, yasa. Bu yasa bo'lyaptimi? Bu bo'lyaptimi? Nimaga bu men yo'qsatsimsiz mendan tezda yasayapti. Böyle. Demak, kimsa yasab qo'ydi. Demak, nima olasan? Apelsin bachamol. Hayda, Hammasi apelsin bo'lib ketdi-ku. bu apelsin qo'y. Apelsin.